Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Keyingi zakasimiz mana Shahruxxonga bitta rol olib keldi. Ko'rib turganinglarda juda ham chiroyli, juda ham go'zal chiqdi. Eshik yo'qli, tashqari sovuqli. Chanizlarimiz juda ham chiroyli, ko'rib turibsizlar. Hayte pasonda mo'qri eshik donlarimiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor, vodiy bo'ylab olib borib, o'rnatish ustunovkasi ichida beliga reja qo'yib qo'ydik uni, işte pena qisib olmasligi uchun. Juda ham go'zal, xudo xolasa. Ochilib yopilishlari ham xudo xolasa yaxshi. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana romimizni oldi oq oyna bo'lardi, ichkari ko'rinmasin deb yo'du gulli hisob berdik. Tepasiga yoritish uchun qora ayna hisob berganmiz. Eshigimiz ham shu, pastiga yo'du gulli, aytaylar. Tepaga qora ayna hisob berdik. Talablarga binoan mana ko'rib turibsizlar. Zamonlarimiz ham juda yaxshi zamonlardan. Qattiq ochilib yopilishimiz ham dippular. Bemalol ochilib yopiladi. Zo'r, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab borib o'rnatish ustunovka ichida O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar qilib beramiz. Kelishib bo'lsa olib borib o'rnatib ham beramiz. Toshkent har qayerlarga olib borib O'zbekistonda har xil joylarga xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bitta like partisga bosib qo'yamiz, kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun. Buni kvadratini aytib o'taman. Kvadrat 800 ming so'mdan o'zimizdan Shahruxxonga olib kelib o'rnatib berdim mana. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Yoqqan bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like partisga yozib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.